Mana bugun ko'rinmaydi. Mana biz shashlik qilyapmiz. Hay. Yomon yashamayapmiz. Mana shashlik deganda Zo'r shashlik bo'libdi lekin. Gapir Akmal. Aziz O'zbekiston ahli, mana biz Rossiyada bo'lsak ham bizning o'zimizning bayram 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan mana men o'zimda tengdoshlarim ichida mana shashlik ruslarning yaxshi ko'rgan taomini biz izdivotcha qilib yeyapmiz. Hozir so'z navbatini mana O'ktam Alimovga beramiz. Shashlik qilyapmiz. Uzoq yaqindan kelgan. Nim. Qo'lga o'tirib so'zimni Vachach degan gaplarni bilasizmi? Hozir Farhod Alimov xizmatida hozir shashliklarni tayyorlayapmiz. Glavniy rollarda bizning Otash bo'ladi, qishloqdagi tengdoshim. Yashash va yana yashash. Yaxshi yashash. Bundan-da yaxshi. O'zi buyog'ini so'rasalaring hammasi Zamin FM'ni muxlislari. Bo'sh qolmadi-ku. Hammasi mirg'ak bo'lib qoldi-ku buni. Ko'p nima bo'lmadimi? Zato tutyapti. Shashliklarimiz mana zo'r ketyapti. Shashliklar tayyorlash davomida mana Hikmat Alimov, Akmal Alimov, O'ktam Alimov, Qanacha Alimovlar xonada. Biz shashlikni maza qilib yeymiz hozir. Hozir hamma bittadan ko'tarib haydaydi xonaga qarab, Otabek yoz yurdingmi? Mana Vi parod qilmaydi.